Mol. Uyda shuncha ishtir futbolga ketib qolgan bu. Borma dedim shu futbolga. Bor kuching bilan tep. Davay. O'ldiraman bu. Ha? Assalomu alaykum. Abdulaziz bormi? Yo'q Abdulaziz. Ana turibdi-ku. Hozir kelibdi-da derazadan kirgan. Sizlar 6-qavatda turasizlar-ku. Ey, yo'qol, bormaydi hech qayerga. O'z ayol qilib. Endi nima qilamiz? Futbol o'ynamaymizmi? Yo'q, Sardorda ko'p to'g'on olamiz. Ket. Qayerga ketyapsan? Futbolga? Yana futbolmi? Men aytdim-ku senga futbolga borma, shu jo'ralarga qo'shilma dedim. Men aytayapman, bormaysan hech qayerga. Ayam ruxsat berdi. Ertaroq qayt. Xudo bilasiradi. Bir kun shunaqa bo'lishini bildim. Mana doktor, mana oyoq bilmayman, qayda singan, men bersinganmi? Kim bilay? Mana qarang, ishlamaydi. Mana u ishlamaydi. Men oxirgi marta aytayapman, yana bir marta futbol o'ynasang, meni qaytib ota dema. Bu qayerda yuribsan? Bugun 9 bilan muhim futbolimiz bor. Borasanmi? Yana bir marta futbolga borsang, meni qaytib ota dema. Bo'pti, Shodiyor aka, kechroq kelaman. Onangni emgir. Let's go, la la la. Bitch, I'm a lot. Keling, qaysi mevdan beraman? Olma bor, nok bor, anor bor, bunisi olmadan bor, banan bor. Qaysidan beray aka? Qaysi? Keling, aka, qayerga ketyapsiz? Uka, men seni zo'rg'a tushunmayman. Klient tushunmayapti. Aka, ertadan ishga kelmay qolgan, boshqa joyda ishlagan. Aka, nima deyapsiz? Insonmisiz? Yaxshi ishlayapman-ku. Harakat qilib ishlayapman. Pul kerak aka, unaqa qilmang. Yo'q, bugundan demadim, ertadan kelmay qolgan. Jo'ra yana ishlaydi bor. Hamma chayka deydi. Nima qilay? Ishlashim kerak. Qiynalib ketdim. Jo'ra, nima qilay? Onang tez gapirmaydi. Dadang tez gapirmaydi. Bu yoqda nimadan neto ketyapsan? Bir dadangni so'rab ko'r. Senga faqat hazil bo'lsa bo'ldi. Qol. Aka, qarang, shuni tushunmayapman-da. Necha mahaldan chilar ekan bular? Qarang, aka, men birinchisini 3 mahal ichasiz, ikkinchisini 4 mahal, uchinchisini ovqatdan keyin ichasiz. Oshqozonni yomon qilib qo'ysin. Tushunasizmi? Aka, shu o'rtada yana boshqa dorixona yo'qmi? Yana shunaqa bo'lyapti. Nimaga? Aptekadan bo'shatib yubor, Jo'ra, ishlashim kerak. Nima qilay? Maslahat ber. O'sha gap sen bir dadangni so'rab ko'rishing kerak, lekin senga hazil bo'lsa bo'ldi, uraman hozir. Yo'qol. Assalomu alaykum. Liderburgga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Menyuda nimalar bor? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. Nima? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. To'g'risi, gapingga umuman tushunmayapman. Men shunga yozib bera qolgin. Yaxshi. Hot dog, lavash, katta lavash, kichik lavash, cheeseburger. Yozilgan buncha tez, Dada, sizdan bir nima so'ramasam bo'lmaydi. Men she'rimga charchab ketdim. Nima uchun men tez gapiraman? Siz unaqa gapirmaysiz, onam unaqa gapirmaydi. Nima uchun aynan men shunaqa gapiraman? Menga shuni tushuntirib bering. Tushuntiring. ha endi bolam xafa bo'lish kerak emas bundan. To'g'rimi qo'shni? To'g'ri. Dadang gapiga qo'shaman. Dadang to'g'ri gapiryapti. Bundan xafa bo'lma, jiyan. Dadam men tezga Men hazillashib aytdim lekin. Mana qishlog'imizga bahor ham kirib keldi. Anqayma tezlash samolyot tushirish kerak pastga. O'zi qishda olib chiqdik-ku tepaga, yana pastga tushiramizmi? Turaversa paylab ketadi, tezlash. Svetdan keluvdik, qarzinglar bor ekan. Kim bor? ochaymi, dada? Qisay hozir ketadi. Ishlaymiz. Molli yemishini berdingmi? Boya berdim, yemadi. Boya yemadi lekin. Dadam juda mehribonlar. Buni yuzimdan ham bilsangiz bo'ladi. Dada, u ketmaydiganga o'xshab, ochaymi? Keta. Bu yil tomorqaga kamroq narsa ekamiz. Gavayaga ketamiz deganda eshitilyapti. Nima ekamiz bu yil? Qara, 5 chuya kartoshka, 5 chuya sabzi, 5 chuya pomidor, bu yoqda bodring, ko'katlar, baqlajon, hamma narsa bo'lar. O'tgan ham xuddi shular ekovdik-ku. No, adashyapsan. Bu yil daraxt ekmaymiz, daraxt. Ochmadilaring-a? Bo'ldi 900 ketaman. Svet tuzaman deb nima qilamiz? Men qaydan bilaman, dada? Siz ayting nima qilish. Bo'pti, qara. Hozir chiqasan-da,
Dadam yo'q edi uyda. Keyin kelarkansiz deysan, tushundingmi? Ha, bo'ldi. Davay, bor. Assalomu alaykum. Salomingni pishirib ye, ertalabdan beri taqillataman. Kunni issiqligini qara. Nimaga eshikni ochmaysan? Yoki nima? Dadang uyda yo'qmi? Boshqa safar kelaymi? Dada nima dey? Kim edi u? Hozir chiqyapman. Buncha Tabrik, Zora, tug'ilgan kuning bilan bugun sening kuning. Tabrik, tug'ilgan kuning. Bo'pti, Jo'ra. Bugun kechga kelamiz, Jo'ra, o'ynaymiz, o'yin-kulgi qilamiz. Bo'pti. Dada so'ray. Dada. To'g'ri qildim, astag'firulloh. Yo. Menman dada, men. Ana, tug'ilgan kunim ekan bugun. Yuring bozorga chiqib kelaylik. Yangi yildan qolgan narsalar bor, shular bilan o'tkazib o'ramiz. Dada, hozir aprel. Yuring, bositamaydi. Yuring. Qayerda tutun chiqsa shaqqa kiyib olasiz, amma. Qarang biz nimalar oldik. Amma qarang nimalar oldik tug'ilgan kunimga. Bugun jo'ralam keladi, menga sovg'alar olib keladi. Sovg'a deganda senga sovg'a oldim. Ma, ol. Rahmat. Ha, kiyib ko'rchi? Hozirmi? Ha, hozir. Sal katta emasmi? Ha, keyingi yil ham kiyasan. Jo'ralam keldi, sovg'a olib keldi. Ish berdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Sovg'a. Shermatli o'g'li. Jonibek. Sovg'a ber. Sovg'a pog'a yo'qki, shuncha bozorchilik qiluvdik. Dada, biza pastmas-ku, sovg'a kerak emas shu sovg'a. O'zing bilasan. Pastlar nima olib kelmaydi sovg'a? 2015 lar yig'ish, bandasiga emas. Jiyan, sovg'am yoqdimi? Ha, yoqdi. Nima tashab ketding agar ma kiyib? Jinnivoy, yamonga qani diskoteka qilamiz. Jiyan, sovg'am rostdan yoqdimi? Qaytarib beraymi, amma? Qani. Marta bo'lgan kun. Hozir o'rtog'inglarni 3 gacha sanab tabriklaymiz. 1 2 3 Ertaga menga shunaqa qildilar-ku. Nima xato qildimmi? Nima bo'ldi? Menga kelsam telefonga SMS keldi. Nargiz biz birga bo'la olmaymiz dedi. Bu men telefonim-ku. Nima qilyapsan? Bu yerda baring. Voy, Abdulaziz uyga kelgan ekan. Telefonga SMS ketdi. Men Nargizman birga bo'la olmaymiz debdi. U telefon meniki edi. Nargiz meni qizim-ku. Nima his qilyapsan? Abdulaziz uyga kelgan ekan, so'zib ketdi. Keyin telefoniga SMS kelibdi. Men Nargizman, biz baxtli bo'larmiz debdi. Keyin Timur kelib qolgan. Timurni telefoni bo'lgan u. Keyin men kelib qoldim. Men kelib qoldim. Nima bo'ldi dedim. Nargiz SMS yozdi dedi. Eng yomon Nargiz meni sevgilim edi. Nima deyapsan? Qara, Nargiz o'zimni cho'g'ib keldi.